Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Maxbor mahallasida 2025-yil Xalq banki hamkorligida 1399-konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida no'xat ekilgan. Yetishtirish davri 90-95 kun davom etadi. Yetishtirish davrida mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 33 ta dehqon xo'jaliklariga bo'lib berilgan. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Gold urug' ko'chatlari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 0,3 gektardan yer ajratilgan. Ushbu loyiha bo'yicha gektardan 2 tonnadan no'xat olish rejalashtirilgan bo'lib, jami 20 tonna hosil olish kutilmoqda. Kelgusida ushbu dehqon xo'jaliklari faoliyatini kengaytirish uchun yer maydonlari qo'shib beriladi.